Mana shu qizni ko'rib turgan qizingizni men juda ham yaxshi ko'rib kuzataman va u o'zini brendini ochdi. Shunaqangi zo'r ishlar tikishni boshladi. To'g'risi havasim keldi. Men o'zim ham hattoki zakaz qilmoqchi bo'lganman. Lekin ming afsuslarga bo'lsinki, mana shu qiz o'zini ishlab chiqarish sexini yopdi. Zo'r yurg'izib borayotgandi. Nima uchun yopdi degan savol tug'iladi. O'zi ham tan olib aytdi videolarda, eng birinchi navbatda fokus bitta ishga qaratilgan bo'lishi kerak dedi. Yana men shuni qo'shimcha qilamanki, bilasizmi, tikish sohasi, ishlab chiqarish sohasi, brend qilish sohasi juda ham chiroyli ko'rinadi. Chetdan qaraganda ko'rib ayol kishini ishlagisi maza qilib, xuddi hamma daromad, hamma pul shunda bordek ko'rinadi. Lekin aslida agar to'g'ri tizim, to'g'ri strategiya bo'lmasa, to'g'ri biznes reja, ya'ni fokus to'liq qaratilmasa, siz masalan $10,000 pul tikib, $10,000 kiyim qilib qo'yasizda, uni sota olmay qolasiz. Ya'ni sotilmay qolib ketadi. Pulingiz matoga aylanadi, mato kiyimga aylanadi. Bularni har bir etapi yaxshigina xarajat talab qiladi. Pul o'z-o'ziga, mato o'z-o'zidan kiyimga aylanmaydi. Bunga yaxshigina pul tikasiz. Va o'sha kiyim sizga yana qaytib pul bo'lib kelishi kerak. Mana shu joyda juda ham ko'pchilik yopishga majbur bo'ladi. Kiyimini pul sifatida qaytarib ola olmaydi. Bu narsani o'rganish uchun esa albatta to'satdan men yaxshi ko'raman bu ishni, men qilib ko'rishim kerak, sinab ko'rishim kerak emas. Qizlar bilib kirish kerak, bilib. Chunki hadeb sinab ko'raverishga ham umr ham kam. Unda olganda o'zi ko'p yashamaymiz. Umrimiz sinab ko'rish bilan o'tib ketish kerak emas. Bilim olib, toz bilan bu sohaga qadam qo'yish kerak. O'shandagina siz to'g'ri tizim bilan osmonlarga uchasiz. O'shanda siz bilim bilan o'zingiz xohlagandek, balki undan ziyod brend qura olasiz. Agar sizga ham biznes yo'nalishida mana shunday bilim kerak bo'lsa, ustoz kerak bo'lsa, 2026-yilgi tafakkurli tikuvchilar klubiga a'zo bo'ling. Hammasi o'rgatiladi, hech narsa yashirilmaydi. Birgama-birga siz bilan ishlaymiz.